nima deyish mumkin bilmadim. Lekin har xil munosabatlar bo'ldi. Bitta munosabatda Ozodbek Nazarbekovga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishgan, Madaniyat vazirligiga qat'iy qaroqotdi deb ko'rishinglar mumkin. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov. Bu nima ahvol? Shu yerda bir narsani tushunishimiz kerak. Madaniyat vazirligi bu bilan shug'ullanish kerak emas, bu noto'g'ri. Agar Madaniyat vazirligiga qaranglar, mana bunaqa video ashulalar chiqaryapti, nazoratga olinglar deysizlar-yu, nazoratga oladi. Nazoratga olish demak huquqini sizlar vazirlikka topshiryapsizlarmi? Bu nazoratga olgandan keyin demak nazoratga oluvchi organizatsiya, tashkilot bo'ladimi? Keyin qolgandan ham nazoratga olish kerak. Keyin sizlar bo'lish kerak deb hisoblagan boshqa narsalar ham yopilishi boshlaydi. Nima sizlar yana qaytmoqchimisizlar? 2010-yillarga vazirlik hech nimani taqiqlay olmaydi. Vazirlik nimadir loyiha qilishi mumkin. Vazirlik qanaqadir bilmayman eventlar, yangi qanaqadir yo'nalishlar qilishi, talantli iqtidorlarni olib chiqishi mumkin. Lekin bunaqa holatda biz o'zimiz ularni atmen qilishimiz kerak. Biz o'zimiz bekor qolishimiz kerak. Ularni eshitishimiz kerak emas. Bo'ldi, bular cringe, pashol deyishimiz kerak, bo'ldi. Bizni ishimiz shu, u vazirlik hal qilish kerak emas bu narsani. Qudrat beryapsizlar-ku vazirlikning qo'liga. Bu mana bunaqa narsa. Vazirlik qani bolg'ang do'stlar. Olinglar, olgin bolg'ani urdo'sizlar. U bolg'ani oladi, uradimi? Qo'lida bolg'a qoladi. Keyin boshqalarni uradi keyin. Kerak emas vazirlik hal qilish.